sigaret chekadigan tanishlaringiz bormi? Hozir bir gap aytaman, o'shalarga yetkazib qo'yasiz. Tasavvur qiling, mana siz yangi telefon oldingiz. O'sha telefoningizni menga bir kunga ishlatib turgan berdingiz. Abdurahmon aka bir kun siz ishlatib turingiz, yangi telefon. Men bu telefonni sizdan oldimda ishlatib yuribman, bilmayman nimaga buzishga harakat qilyapman. Bosib tashlayman, bir nimalarga ichlariga kirib tashab, kerak bo'lsa yerlarga otib, oyog'imni bosib bir xorlab tashlayman-da qo'pol. Ertasi kun siz meni chaqirdingiz, Abdurahmon aka keling, telefon menga kerak dedingiz. To'satdan. Telefonni sizga olib bordim. Xor bir holatda. Telefonni sizga beraman. O'shanda men nima qilardingiz?